Ey aka, Dubayga 2 kishi $828 ga borib kelamizsan. Ishonasizmi? Yo'q, bunaqa narxga Dubayga menimcha tur bo'lmasa kerak. Nimaga yo'q bo'ladi? Bu bor narsa. O'sha pulni ichida sizga yana mehmonxona, transfer, nonushta, sug'urta ham qilib berishar ekan. Yana nima qilib berishsin endi? Lekin Dubay qimmat-ku. Kimsan sheyxlar davlati bo'lsa u. Voy aka, aka qanaqa enzima odamsiz? 9-mart kuni Latifah Travel'da Dubayga uchadigan mana shunaqa ajoyib tur bor ekan. Ketaylik. 8 kun, 7 kecha 3 yulduzli mehmonxonada mazali nonushtasi, qulay transferi, sug'urta, hamma narsa shu narxga kiritilgan. Iltimos, boringlar aka. Rostdan hammasi shu $828 gami? Ha, aka xullas men sizni bilmayman. Men o'sha bron qilib qo'yib bo'ldim. Uka, mayli, ko'ndirding. Men ham boraman sen bilan. Aka, endi bilganingizni qiling o'zingiz. Men ketdim. Mana shuncha asabim buzilganini ko'rdinglar. Menimcha bitta vaytga arziydi. Sizlar ham Dubayga shunaqa arzon narxlarda 3 kg kelayotgan bo'lsa, hoziroq bizga murojaat qiling.